Videoni nomidan bilganingizdek, Telegramdagi yopiq kanal hamda guruhdan videolarni skachat qilib olish. Xo'p, demak, bizga kerak bo'ladi bitta Android telefon ili Ayugram dasturi. Mana, kirib olasizlar. Ushbu dasturga kirganingizdan so'ng sizlarga juda ham ko'p funksiyalar ochiladi, imkoniyatlar ochiladi. Xo'p, hech qanaqa bu reklama boshqa narsa kerak bo'lmaydi bu dasturda. Xo'p, demak, mavzuga qaytsak, misol uchun mana shu rasmni saqlab olmoqchiman. Kirasizlar, rasmni ochib olasizlar birinchi. Ustidan bosasizlar, mana bu yoqda shu nuqta turibdi. O'sha ustidan bosib galeriyaga saqlashni bosib olasizlar. Bu media galeriyaga saqlandi deganlar. Misol uchun mana shu rasmni. Xo'p, ko'rishlar mumkin mana galeriyaga saqlash, bu media galeriyaga saqlandi deganlar. Bo'ldi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Mana bu kanaldan boshqa joyga narsa jo'natib bo'lmaydi. Xo'p, ustidan bosib turib ko'rishlar mumkin. Uzatish knopkasi ham yoniq turibdi bizda. Sababi mana shu Telegram sababli, Ayugram Telegram sababli. Xo'p, endi buni skachat qilingan rasmlarni ko'ramiz. Mana ko'rishlar mumkin. Xo'p, mana. Xo'p, mana Ayugram orqali skachat qilindi deyapti. Ushbu dastur kimga kerak bo'layotgan bo'lsa, bizning Telegram kanalimizdan olasizlar. Telegram kanalimizni mana o'rtalar. 7 Mr. Suhrob pastki chiziqcha 7 pastki chiziqcha Mr. Suhrob. Bosinglar jigarlar, tashlab qo'yaman.